Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 42 soniga hoş geldinglar. Bu sonda biz Doktor Mamtun Ali efendimni, bizningki Cumhur Reis Doktor Mamtun Ali efendimni vaziyat ve mulohaza degan temada suhbatga taklif qildik. Suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Odatda vaziyat degan temada to'xtalsak, Mamtun Ali efendim davomli X'da o'zining fikrlarini X ettirib turdi. Bu orqali bizga vaziyatdagi o'zgarishlarni bildirib turdi. Masalan, eng yaqinqi bir qatimliq sizningki chiqargan yolg'onchilik to'g'riliq bir narsangiz bilan boshlaylik bu temani. Yolg'onchilik birdan-bir haqiqat bo'lgan zamonning ta'biri. Biz ularning yolg'on so'zlayotganligini bilamiz. Ular o'zlarining yolg'on so'zlayotganligini biladi. Ular ularning yolg'on so'zlayotganligini bildiganligimizni biladi. Biz bizning ularning yolg'on so'zlayotganligini bildiganligini bilamiz. Ammo ular yana ham yolg'on so'zlaydi. Bu orqali siz xuddi Xitoydagi vaziyatini, Xitoydagi butun yolg'onchilikni ichayotgandek bir gap qilibsiz. Xitoyda bu butun yolg'onchilik bilan mangdi, ammo xalqaro vaziyat bu nurg'un bu yerda uyanlar bo'ldi. Biz bugungi temamiz garchi vaziyat va mulohaza bo'lganimiz bilan o'zimizningki munosabatli bir necha savoldan boshlaydigan bo'lganimiz uchun balkim bu qitimliq bu programmamiz ikki qitimga bo'linishi mumkin, chunki bizning gapimiz tugamaydigandek bo'ldi. Shunga oldi bilan sizdan so'raydigan savolimiz Xitoy josuslarni bayqash va jazolash oramizdagi izchil qiziq nuqta. Yaqında hükümetimiz Amerika'dan Xitoyga jasuslik qilganlarni oshkorlash va jazolashni talab qildi va bu to'g'riliq xabar eshitdik. Siz bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmet. Cüret efendim. Avval siz sözge kirişten ilgili çılığı ağan o cümleler Solzhenitsyn'deki cümleleri. İsmini demedim. Ovoz yo'qolib ketdimi? Ovoz yo'qolib ketdi. Ovoz yo'qolib ketdi menimcha. Ovoz yo'qolib ketdi menimcha. Ovoz Bo'ldi. Baydan bir ovoz yo'qolib ketibdi. Qayta bir so'zlasang so'radik. Men baştakiler siz sılgağa yalğancılık hakkındaki bu üzümde esas Solzhenitsyn'in üzümdesi. Solzhenitsyn Sabık Sovet İttifakı'ndaki meşhur erkillik cemcisi. O Sabık Sovet İttifakı'nınki içindeki kem degende 20 milyondek adamlarınki ölücük sebep var. Yani 30. yıllardaki Stalin devrideki terörlük devriden tatip kiyinki soğuk münasebetler uşukça bolgan nurgulluğun vəhşiliklerini içip bergen bir adam. Onunki bu içip berişler, onunki Gulag Hatırları dediğin bir eserde ifadelendi. Bu eserde Sabık Sovet İttifakı'nınki yani komünizm tüzümününki insan kalbinden çıkan vəhşilikleri dünyaya tanıtıldı. Bugün ettigen 1974 yılı onunki Harvard Üniversitesi söz degen bir nutqını anlap kaldım. O nutuk bir yerde mühim emas, bu temimiz münasebetlik emas. Ama o nutukta G'arbninki hazırki biz görüvatkan külleriga xuddi bir xil siyasi jihatdagi oldin ko'rarlik bilan qo'ygan nurg'un diagnozlar bor ekan. Bularning uningdagi asosiy diagnozlarining birisi davlatninki shu G'arbninki fikr iqimida ikki qutbga bo'linish va bo'lingan vaqtida u ikki qutbning bo'linishidan xatarlik ekanligi emas, balki
her bir bölünüşünki, mesela hazır Amerika'nın iki bölündü desek, mesela Cumhuriyetçiler bilen Demokratlarınki, her birisininki qanchalik darajada fanatikleşiyotganligi, asabiyleşiyotganligi haqida oldin ko'rarlik bor ekan. Andan G'arbdagi kishilarninki asta-asta qarshilik kuchidan kelib, asta-asta passivlikqa, harakatsizlikka o'tayotganligi, jumladan qarshi turish irodasi va jasoratining kamlayotganligi haqida to'xtaladi ekan. Buni men to'rdoshlarga tavsiya qilaman. So'zi ruscha ekan, ammo ingliz tarjimasi yandan berildi ekan. Gap temaga kelaylik. Xitoyning josusligi Wang Shujinninki yaqinda oshkorlanishi va kelar yili yanvarda Amerikada sotlanib, agar sud qutuqliq bo'lsa 25 yildak jazoga hukm qilinishi. Endi Wang Shujinninki ahvoli bir qator cho'chtarlik bo'ladi. Cho'chtarlik bo'lishining sababi garchi Xitoyning josusligininki mel Amerikada bo'lsin yoki Amerikadan boshqa g'arb davlatlari va g'arb bo'lmagan sharq davlatlari bo'lsin, josusligi hammaga bilinishlik bir ahvol, hodisa. Uning ustiga Xitoyning josusligi bir kunmi, hatto bir sekundmi to'xtab qolgani yo'q. Masalan, 2020-yili FBI'ninki hozirgi direktori Christopher Wray'ninki so'ziga asoslangan vaqtda Amerikada ayni vaqtda 5 mingdak aksil istihbaratchilikqa qarshi delolu borligi va delolarninki 50%'ning ko'pragininki Xitoyga chetildiganligini aytgan. Bu g'oyat zo'r sandu. Endi Wang Shujinninki bu ahvoli nima uchun alohida bo'lishi kerak? Birisi Wang Shujin 94-yil Amerikaga chiqqandan tortib Xitoyni ayıplab kelayotgan atalmış Xitoy demokratchilarining birisi. İkincisi o Xuyabang va Zhaojiangdan iborat Xitoyda islohot qilishga ko'ngil bo'ladigan rahbarlar deydigan atalmış rahbarlarningki fondida xizmat qilgan Amerikada. Ondan üçüncüsü onunki Xitoy jamoatida emas, balki Tibetliklar, Uyg'urlar va Tayvanliklarning ichidami ma'lum darajada aloqador bor. Ondan to'rtinchisi o nurg'unlagan katiblik yatadigan ishlarni qilish orqali nurg'unlagan yig'inlarni o'rlashtirgan va u yig'inlarda so'zlaydiganlarni taklif qilib ularning xizmatida bo'lgan. Ondan beshinchisi bu yerda buning josusligini garchi yangi narsa bo'lsa-mu, o odatda bir email qo'llanadigan gapkan. Bu emailning ichida bu kundalik xotira deydigan bir nimani bir ko'zdakni ichib her vaqt o'zing ko'rgan uchurlarni aşağıya yozdi ekan. Ammo buni hech kimga avatma, uningki odatda email bizningki sanduqlarimizda drafts degan bir yer bor. Bu drafts deganimiz tizis degan gapni bildirdi uyg'urcha tarjimasi. Tizislik u avatilmagan. Balki tizisga qo'yib qo'ydi. Xitoyninki Beijingdagi yoki boshqa yerdagi uningda xizmat qiladigan uningki istihbarat xodimlari uni o'qiydi u yerda. Ama bu email yollanmaydı. Men 2021-yili Yevropaga borgan vaqtimda Gollandiyadagi bir Uyg'ur bola menga shunday degan. U tuyuqsiz ma'lum bir fursatda Gollandiyadagi bir Uyg'urninki dal mana shu shaklda Xitoyga Uyg'urlarga uchur yollaydiganligini degan. Ammo o bola menga u shu uchurlarga Uyg'urning kim ekanligini deyishdan qo'rqib demaganda, ammo usulni menga deb bergan. Hatta o'zining bu ishlarni Gollandiya bexatarlik idorasi ma'lum qilganligini deganda, ham gapimizni qaytib kelaylik. Bu Wang Shujinninki bu ahvolida biz bir necha xil saboqlarga erishimizda. Birinchisi Xitoyninki demokratlari, hattoki Wang Shujindek Xitoyda demokratiyani ilgari suraman deydiganlarninki-mu yanilla biz uchun ishonchli bo'lmaydiganligi. To'g'ri. Ikkinchisi odatdagi bu Xitoyninki bu aloqa to'rlarida ko'pinchisinki Xitoylar tarafidan kontrol qilingan. Ya'ni masalan yig'in deylik. Yig'inda so'zlangan temalar, qatnashgan odamlar va ularninki qanday muzokara qilganliklarining hammasi Xitoyninki diqqat e'tiboridan qochmaydi. Har vaqt bular buni nima qilib turdi? Uchurlarni to'plab turdi. Hamda bu yerda Wang Shujin hech zaman yolg'iz harakat qilmaydi. Bu yerda Xitoylarninki josusligining g'oyat zo'r to'ri bor. Bu to'rda bular ehtimol bir-birini bilmasligi mumkin. Ammo bu uchurlar Xitoyninki
istihbarat xodimlarininki yeni diqqatiga kelgan vaqtida ular parcha uchurlarni yig'ish orqali cho'ng bir uchurlarninki suratiga erishadi. Hatta ular parcha uchur yetkazayotgan bu jasuslar Xitoy istihbarotininki qandaq bir shaklga ega bo'lganligini bilmaydi. Chunki ular faqat bu cho'ng bir shaklninki kichik bir qismini ularga yetkazadi. Endi oxirgi bir nuqta Amerikadagi g'arb davlatlarininki Xitoyninki g'oyat zo'r bu jasuslikqa bo'lgan tadbir elishlari yanada yetarli emas. Masalan, Christopher Wray'ning gapida Xitoyninki jasuslikqa bizningki mavjudligimiz uchun eng xatarli tahdidlarning birisi deganni deb turib, bu Wang Shujindek odamlarninki intan oz qismini oshkorlashi yanada bizningki kutganimizdan, bizningki turib tursin, Amerikaninki demokratiya qurilmasidan kutgandan nihoyat yiroq bir ahvol hisoblanadi. Chunki bular qimirlab ketgan, qurtdek amak chechilib ketgan. Amerika turib tursin, 26 millionlik nüfus bor Avstraliyada o'tganda bir qatam Xitoydan qochgan Xitoyning bexatarlik ishlarida o'zininki roli bor, ichida ishlagan bir Xitoyning oshkorlashicha, Avstraliyaning ichida Xitoy uchun xizmat qilayotgan jasuslarning soni kam deganda 1000 dan oshadi ekan. Kichik bir davlatda. O Amerika deganda bularning sonini necha ko'paytirishga bo'ldi bu yaniki. Andan Amerikadagi bu Xitoyninki jasuslarninki hozir qilayotgan nimalari, sohalari intayin ochqishliq, harbiy soha masalan, sanoat sohasi, tadqiqot sohasi, siyosiy soha va boshqa ommaviy soha qatorliqlarni asosiy markaz qilib turib, bular singib kirib va u yerda Amerikaninki intayin davlat manfaatiga intayin bağlıq bo'lgan nurg'unlar uchurlarni Xitoy ekitadi. Xitoyninki bu jihatda Amerikaninki Xitoyning oldidagi ustunligi bu jihatdan og'ir tahdidga duch kelyapti. Menimcha bu shunchalik nim qilayman. To'g'ri, rahmat. To'liq yaxshi so'zladingiz. Haqiqatan bu Amerikaninki butun sanoat, barliq iqtisodiy muhim uchurlarni Xitoylar jasuslik yo'ldan foydalanib turib, o'zining iqtisodiga foydalanib, hatto bu odatdagi siyosiy nuqtadagi jasuslik turib tursin, butun nuqtadan har tarafdan, hatto o'quvchilar, butun Amerikadagi maktablardagi o'quvchilar, o'qituvchilardan o'zining odamlaridan foydalanib, o'zining manfaatiga ish qilyotdi Amerikaning demokratiyasini o'ziga ishlatadi millatda. Yaqinda biz munbarda vatanga berib kelayotganlarga qarata ogohlantirish berib, bayonot e'lon qildik. Xitoyning bizga qaratgan irqiy qirg'inchilikni oqlaydigan vatanga berib keladigan bunday qilmishlarga qarata sizning fikringizni olib boqsa. Vatandagi berish to'lqini bizning hozir yuz berayotgan chet eldagi ijtimoiy hayotimizdagi va siyosiy yo'nalishimizdagi intayin odamni ansirtadigan va xatarlik bir kayfiyat. Axloq jihatdan nomusliq bir kayfiyat, siyosiy jihatdan bizga ziyon soladigan bir kayfiyat. İctimai munosabatimiz jihatda jamoatimizni intayin cho'nqur bo'linishga olib boradigan bir xil qilmish fikrdir. Bunda deyishimning sababi Xitoylar irqiy qirg'inchilikni 2016dan tortib qilib, mana hozir 8 yilda asosan oxirlashtirish bosqichini tamomlayapti hozir. Buning ichidagi eng echinishli va nomusli qismi o'zimizning ilgari esimizda bor. Xitoylar tashviq qilgan vaqtida Şinjanga kelib, atalmış Şinjan kelib ko'rib baq irqiy qirg'inchilik bo'latamdiki deb taklif qilib baqqan shundaqo. Mayli Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bo'lsin, mayli musulmonlar tashkilotiniki bo'lsin, hammasinikini de setilganlarning hammasi musulmonlardan tortib chet elninki siyosiy yo'llargacha hammasi berib hech yo'qkan-ku degan. Xitoyninki sabab maqsad nima degan vaqtda ko'rsatish nimani ko'rsatdi degan vaqtida odamlar qanmagan, Uyg'urlar qanmagan, yoki Uyg'urlar yo'shirilgan turmalarga va lagerlar qamalgan shaharlarni ko'rsatish orqali u yerda xalqninki normal yashayotganligini ko'rsatish orqali irqiy qirg'inchilikni inkor qilishdi. Buni ma'lum darajada bak dag'dug'liq shaklda amalga oshirolmadi. Endi buni qanday amalga oshirish tushdi degan vaqtda Uyg'urlar, ya'ni
ırkı kırgınçılıkka uçurayotgan Uygurlarning o'zini appag'izib, o'zini ko'stib, o'ziga imzo qo'yg'izib, o'ziga inkor qilg'izib, ko'tiga tepib, chet elga yo'lga sep qo'ydi. Ya'ni aşağıya berib ko'rdiganlarning hammasiga mundaq bir shartni qo'ydi-da, ko'rsa, maqtaysa, barsa bizning tashviqotimizni qilsa deb. Buning ichida eng sharmanda rol olgani Uyg'urlar bo'ldi. Chet elliklar qilibdi, chet elliklar qilsa, bizdan bevosita manfaat yoki irqiy qirg'inchilik uchirmayotdi. Uni ko'rdi, Xitoyning pulini oladi, u yon tomoshasi qiladi, ketadi. Ammo biz uning qurboni bo'lgan bizlar u yerga berib, Xitoyning tashviqoti xizmat qilib, bunda ish bo'lmabdi deb qaytib kelamiz. U yerda uning ustiga yana bir texnimi sharmanda yeri, bularning hammasi asosan 90% panoh tilganlar. Panohlik tilab borgandan keyin panohlikni qanda tilganligi, nada tilganligidan tortib, ularningki butun usullari elinib bo'ldi hozir. İkincisi, ular jasuslikka zo'linib bo'ldi. Mayli kelib qilsin, qilmasin, ko'pincha jasuslikka zo'linib bo'ladi. O yo'g'on so'zlab men Amerikaning puhrasi aytdim, Osiyoning puhrasi desam, Xitoy nimasi gap qo'ymaydi. Tiniq qilib qo'ymaydi. Ularni psixik jihatda qanday bo'ysundirishni Xitoylar bek obdan biladi. Tomirlarimiz tutilib bo'lgan bizniki. Shuning bilan ular chet elni sotadi, anandan bizni sotadi, ayada qurbon bo'lgan xalqimizni sotadi, eng oxirisi o'zini sotadi. Qaytib kelgandan keyin degan vaqtida Xitoy bu uchurni to'plab bo'ldi hozir. Madamiki bir kunlari Uyg'urlar chet elda hukumatlar bir ish chiqib qolsa, Xitoyda chet el hukumatlarining oldiga bu uchurlarni tashlaydi. Ehtimal tashlab bo'lgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlarning hammasi yolg'onchi, bular mana shunday pastkash xalq deydi. Chunki sen panohlik bergan Uyg'urlar bizga manda deb rostini aytdi deydi. Chet elliklar Uyg'urlar uchun gap qilganiga u dunyo bu dunyo nomus qiladi. Ahvol bu qadar. Cho'churni xamsanamaylikki, Xitoy bu ishni unda bosh qo'yib etmaydi. Xitoy borgan har bir viz uchun biz net 100 yillik bedel to'laymiz. Xitoy vizini baqaq bermaydi. Seni urug' tuqquningni ko'rilishga yoki boshqa ishga Xitoy ishga baqaq hech bermaydi. Seni u qadar qirg'an bir Xitoy hech zaman Uyg'urga zarrachilik mehr-muhabbat ko'rsatmaydi. Sen köylep ketib, urug' tuqqanlar bilan tanishib olsin, qaytib ko'rishib olsin deyotgani yo'q. Ro'yingni dapsanda qilib, chatirqadan o'tkazish orqali deginni qiyg'izadi. Qaytib kelgandan keyin qanday bo'lsa, sabtdan arilsa, namoyishga chiqmaysa, jamiyatdan jiroqlashsa, hattoki jamiyatga qarshi chiqsa, qanday qilsa, vaziyat yaxshi bo'lib ketibdi deysa. Millionlagan insonlar o'lgan, millionlagan insonlarningki ovozi tunjuqtirilgan bir zamindan kelib, shu Xitoyning nimasi bilan, besimi bilan bu qadar zo'r insoniyat tarixida kam ko'rilgan bir irqiy qirg'inchilikni o'zingning og'zi bilan, nomussizliging bilan, g'urursizliging bilan, insoniylikdan chiqqanliging bilan inkor qilsa. O'zligingdan emas, shu seni qirg'anninki besim bilan inkor qilsa. İnsan bo'la bu qadar sharmanda bo'lmaydi. Men misol ko'rsam bo'lmas. Buningdan inson sharmanda bo'ladi. Hamda yana birisi bu xil qilmishningki chet elda vatanga bormaydigan va bormaslikni qaror qilib bo'lgan Uyg'urlarga keltiradigan zararni o'ylashlamdi. Hammamizning vatanda urug' tuqqanlarimiz bor. Hamda hozir bir bölüklərinin uyruq tuqqanları qadirli bo'lib berib keladi, muhim bo'ladi. Ma boshqa bormaydiganlarningki muhim bo'lmaydigan yoki ular kallasini ketgan bo'lish kerak hamda hozir. Buni deyishimlik sabab Uyg'ur jamoati bağalla vatanda bağalla bilan bormaydiganlar o'ttirishdagi cho'nqur bir bo'linishni ko'rdimda. Bu nəhayət xatarlik bo'linish bu. Ya'ni siyosiy sabtda birga bo'lmaymiz. Berib kelganiga bilib bo'lanmaysa. Nimishqa? Chunki hamma narsa Xitoyning qo'lida. Bo'laman deydigansa Xitoy oldinga tashlaydi. WhatsApp orqali yoki boshqa shakllar orqali besim tushirdi.
Çünkü sen u yerda sharmandalarcha ro'yingni yalang'och qilib qo'ygan. Şantaj qılıp bo'lgan, qaltaq chiqib bo'lgan. Chet elga chiqib hech nima qila olmaysan. Faqat qildig'ining namoyishga chiqish orqali ushur to'plab Xitoyga josuslik qilish. U sen namoyish qatnashganligingda tahrirlab ketgan olmaydi. Ko'pinchangninki. Nim bo'ladi degan vaqtda faqat josuslik qilish uchun shu yerda namoyish chiqsa. Adil desam bu gapni. Demak, chet eldagi hayotimiz endi cho'ng bir xirista. Uning ustiga chet eldagilarninki ko'pinchisi beryotadi. Ham berish taraddudlanyotadi. Bağmaydıqallar assallıqlığa aylanyotadi. Bu vaqtda Xitoyning başdan axir bizningki peshonimizni noqiydigan bir gapi bor-ku. Haqqasının mustaqilchilari bir uçum ma 10 qo'ldan sanaqil oldu dedigan barimiz axirsi. Vatanni bundaq satamiz. Vatanni setishninki buningdan boshqa yo'l yo'q. Manga sen u yerda vatanni satmadik, urug' tuqqanimni ko'rdik, u desang hammasi bana. Shaxsiyatchiligingningki, nomussizligingningki, g'urursizliginingki o'zini oqlash bir bana. Hech qasini qabul qila olmaydi. Ya agar bu yerda bir irqiy qirg'inchilik bo'lmagan bo'lsa-edi, biz bu dunyoga yig'lab qaqshab, necha yilning yozi bu dunyo dardimizni anglitimiz demagan bo'lsak-to'q, qachon berib kelsan bo'laveradigan gapdi. Hech bo'lmasa buning bir oxirisi umumiylik bir tushgan vaqtida yoki hech bo'lmasa bu ishning bir oxirisi chiqqan vaqtida basaqli mayli edi. Ama hazırın özü düşürdüğü vaqtda bu yana bir jihatdan bu oxirgi gapim Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning asosan oxirlashganligining alomati bu. Hamda ehtimal oxirlashgandan keyin oxirgi bir nuqtasi agar chet eldagilar qarashtirib o'qib qolsak, chet eldagilarni Xitoy fursat kutyapti hozir. Ularni ujuqtirish yoki o'ldirish yoki boshqa bir shaklda ularning ovozini o'chirish. U ovozni o'chirilganlarninki yoki o'ldirish tizimiga kirganlarning soni nihoyat az. Bekla az. Ular bizlar yoki mushu bağmaydiganlar yoki mushu siyosiy septin yanmayotganlar buningdan texidami ko'plab yetim qoldirilamiz. Bu Xitoyning nishonlarining birisi. Bu nishonlarga Xitoy bir pay o'q atmay, bir Xitoyni aramizga kirgizmay turib, o'zimizning qo'li bilan o'zimizni vaplayotdi. O'zimizning yig'ida o'zimizning go'shini qo'riyotdi. Ahvol bu. Rahmat. Shunga oxirgi gapim Jurat, agar vatanga berishga taraddud qilayotganlar kallangni silkitinglar. Agar bu dunyoda ikki yuzinglar sharmisar ulab u dunyoga bormayman desanglar, bu ishdan qo'l uzinglar. Qadamingni to'xtatinglar. Bu biz uchun asliga keltugisiz, o'rnini to'liqliqsiz ziyonlarni yetkazadi. Rahmat. Javobim shu. Rahmat. Bu amaliyotda bizning bir prinsipimiz, bizning bir qizil chizig'imiz bo'lishi kerak ekan bu. Chunki vatanga bordik dedik, bo'ldi biz vijdonimizni satdik, sharmandalarcha yashadik degan gap bo'ldi ekan. Bizda bir xil to'g'ri tushunish deydigan bir gap bor. Har qanday ishga nisbatan voy uni to'g'ri tushungan bo'ldi, ota-onasi ko'migan emasmi, manchilik ketgan emasmi, umi adam emasmi deb. Mencha o'g'anda agar vatanga mush shaklda bo'lsa, adam emas, inson emas. Buni biz qabul qilsak bo'lmaydi. Chunki siz boy dedingiz, buning bizga keltirgan ziyoni qanchalik cho'nliq. Hamda biz hukumat o'rtasimiz bilan kimlik kartasi ishlash, Sharq Turkiston fuqarolik kimlik kartasi ishlash bir programmamizni yo'lga qo'ydik. Ammo buningda bir hozir ko'pdir o'qishmaslik bo'ladigan o'xshaydi oramizda. Mush to'g'risi kichkina bir tafsiliy tushuncha bergan bo'lsangiz. Nimani so'rab o'qishmaslik qaysi jihatdan ekan? O'qishmaslik degani masalan shu kartningki masalan shu qanday bir huquqqa ega bo'lgan, masalan kimlik bo'lgan ekan, qonuniy jihatdan qanchalik bizningki Sharq Turkiston sürgün dokumentininki oldimizdagi 4 yillik planida o'tgan yili biz Amerikada 11-oyda o'zimizning qurultayda muzokara qilgan vaqtida shu kimlik chiqarish planimiz bor edi. Kimlik deganimiz xuddi bizningki o'zimiz turayotgan hozirgi g'arb davlati yoki sharq davlati bo'lsa, bizga bir kimlik berdi. Bu kimlik orqali biz o'zimizningki shu davlatga tabiatligimizni bilimiz. Hem şu kanun cihetten tonulduğun bir xil
kimlikninki bir uçurlarınki bir cuglanması oldu kimlik dediğimiz. Mesela Avustralya'da bizimki şoförlük kinişkimiz, bizimki adetteki resimli kimlikimiz üstüde hizmet kıldı. Amerika'da okşamaydıken, Amerika'nın kesel okşap ketmeydiken, biz her qanday yerge basak, aş kimlik bizimki kimlikimizni bildirdiğen asaslık sebep oldu hem de bizimki şoförlük kimlikimizde. Hem de bu sürgün hükümetimizin kimlik çıkarışta ilgili Salih Hudayar efendim özünki sizden ötküzgen söhbeti dep ötep ketkendek bu bizimki çet elde yaşayatkan Şarkı Türkistanlarınki hissiyatı, kimliki ve tevelik tuygusunu aç küçükken bir kart arkalı özümüzün anı vatani Şarkı Türkistan'a hazırca simvolluk şekilde bağlaştı ki bir xil nayeti mühim bir kademlerimizden birisi. Kanun cihetten emas simvolluk cihetten. Bu degen gap bizimki devletimiz kanuni cihetten çehe eski kembigen ve başka halklarda bir devletlik özünün onunu tikilmegen ahval aslında biz hazır kimliksiz. Gerçi bizimki turvatkan devlette kimliklerimiz bolsumu ama biz Şarkı Türkistan'ınki bir şeyninki bir azası yani onun da tuğulgan ve onu vatandaşı ve onunki kelgüsteki müstakilliğin esligi keltirişki küreşkiçi bulaşıklığımız bilen bizge bir kimlik lazım buldu. Doğru. Ma devlet kimlikimiz kanuni kimlikimiz. Ağı bizimki bu taxtivatkan kimlikimiz bizimki siyasi cihetki hem kimlikimizni hem tevelikimizni hem siyasi gayemizni bildirdiğen simbol karakterlik bir xil kimlik. Hem de bununki kanuni rol neyim buldu diye vakta bu kimlikni başka devletlerge kösetsek uçurlarımız çıkışı mümkün. Ama ula Şarkı Türkistan degen devletni tanımagan hem itiraf kılmagan boğallık için bu kimlikni tanımaslığı ve itiraf kılmaslığı mümkün. Bu diyenlik bunda bir kimlik kereksiz diyenlikni bildim ben. O ulağı kereksiz olsa biz için bek mi kereklik oldu? Neyim için? Çünkü biz bu kimlikni kötürüş arkalık özümüzdeki ilimizdeki, hiyalimizdeki, siyasi irademizdeki ve bizimki kelgüsüki kurmakçı olan devletimizdeki kimlikini yenimizde ekşigen bulunuz. Özümüzden her vakit aşı toprak tevelikimizni, aşı teritoriyalık, aşı kültürlük, aşı bir vatange'nin bir azası işgallikimizni bu kimlik arkalık cezimleştiririz. Bu çoğun cihetten şunda oldu. Elbette bu simbolluk degenimde simbolluklarını sel qarmaqlar. Çünkü mavi bayrak bir lata. Amerika'nın bayrağı mı okşaştı bir lata. Fransa'nın bayrağı mı okşaştı bir lata. Ama neyim için Amerika'nın bayrakları mühim orullarda isildi ve körüldürüldü. Olimpik müsabakasında birinci boğalının bayrakları en üstü çıktı. Neyim için? Çünkü o şu devleti yaşayatkanlarınki kimlikiga, təbəlikiga, gururga, iradesiga vekillik kılıdığan bir simbol. Yani o latılıktan halkıp ketken, mühim, kögül buluduğan, tutkulu buluduğan bir simbol. Simbolun rolü nime? Simbol kögül bulmaydıgan ideallarını kögül bulduğan kılış arkalık başkalarına tonutudu. Hem şu bayraknınki, yani şu simbolun sahiplerininki topunun iradesini namayan kılıdı. Kart mı şunda buludu? Bayrak okşaşla buludu. Karmak o adli bir kaygazekli bir neyse, tökçaslı bir neyse. Ama o Şarkı Türkistanlıklarınki tevelikige vekillik kılıdı. Hem onu başkalarına bildirdi. Bu cihetin ilip etkiği vaxtıda bizimki o kartta iyi buluşumuz hem bununki bunu biz Şarkı Türkistan'daki hükümetimizdeki xadimlardan tatip munberdeki azı teşkilatların xadimlerden tatip tedirici alda chet eldeki tütkül bizimki Şarkı Türkistanlık kırındaşlarımızı sunumuz. Bu arkalık biz Şarkı Türkistanlıklarının kimlikini küçeytişteki bir simbolluk bir kademli ağam bolumuz. Bununla bizimki sürgün hükümetimiz yetekçi kılıdı. Bu arkalık hazırki evlatın emas
balki keyingi avlodlarni tarbiyalaymiz. Bu intayin jonliq bir tarbiya. Bu tarbiya orqali biz kelgusi avlodlarimizningki kimliksiz emasligini, vatansiz emasligini, tavasiz emasligini, irodasiz emasligini, balki mana bu shunday simvollik belgilar bilan, xuddi bayrog'imiz qancha muqaddas bo'lsa, garchi bizningki gerbimiz qancha muqaddas bo'lsa va boshqa bizningki biz muhim deb biladigan, muqaddas deb biladigan simbol qancha muhim bo'lsa, bizning ash kartamizmi shunday muqaddas bo'ladi. Bu jihat elbette vaqtda karta intayin muhim. Endi oxirgi bir gapni deb qo'ydiganim, kartadan sirt biz texadimi ilgirlab pasportni chiqarmoqchi. Ama pasport chiqarishninki qadam bosqichlari, xarajat ketadigan xarajatlar va boshqa bexatarlik saqlash usullari va boshqa yo'llari, qonuniy yo'llari murakkablik bo'lganligi uchun biz oldi bilan bir qator osonroq bo'lgan bu qadamni boshlayapmiz. Ama agar bizningki pasport haqidagi planlarimiz va uni amaliylashtirish bo'lgan bizningki moddiy va ma'naviy jihatdagi imkonlarimiz to'liq pishib yetilgan vaqtida albatta pasportimizni xalqimizga tunishtiramiz va xalqimizni safarbar qilish orqali ularni pasportlik qilamiz. Ammo u pasport yana o'xshashla simvollik ahamiyatga ega bo'ladi. Rahmat. Endi bizningki pasportimiz olamdi, kimlik kartamiz olamdi. Bunun qonuniy kuch bo'lishi uchun biz çok mustaqil bo'lishimiz kerak. Shunga biz mustaqillik uchun tirishyapmiz. Shu huquqqa ega bo'lsin. Yaxshi. Yani biz bu mail pasport olsa, mail kart olsa pasport değil. Şu pasportni haqiqiy qonuniy kuchga ega qilish har birimizning burchimiz. To'g'ri. Agar shuni yanchiqimiz sağğa vaqtimizda biz bir burchni yanchiqimizga sağgan bir burch konkret bir qog'ozlarningki birikmasiga to'planmasiga aylanadi. Bu burch nima degan vaqtda vatan mustaqil bo'lgan vaqtda bu pasport bilan xuddi boshqa mustaqil davlatlarga o'xshash dunyoning boshqa joylariga berib kelgili bo'ladi. O'zimizning haq-huquqlarni namoyon qilib saylanish huquqlarimizni buningla ifodaligi bo'ldi. Kartning roli shu. Bizningki tar doirada ilib o'tgan vaqtimizda hukumatimizning saylanish ishlarimizni buningdan texnik editlik va texnik o'lchamli shaklda ilib bag'il bo'ladi. Hattoki bizga beriladigan turli shakldagi yordamlar, iqtisodiy va boshqa yordamlar ham mana bu shaklda buningdan texnik tartib so'lanadi. Pasportda texnik shunday bo'ladi. Bu orqali vatanni qutqizish va vatanga ega bo'lishninki ta'xirsizligi texnik kuchaytiriladi. To'g'ri. Oldin qatim Salih Xudoyor afandim bu tafsili tushuntirgan. Kam deganda biz buni saylamda ishlatalaymiz. Oldi bilan ishlatganda ashta ishlasak bo'ldi. Pul iyoni qildiganda bu shuni asos qilsak bo'ldi dedi va undan boshqa rollarim bor. Eng asosli uni simvolligi. Uning yurakdagi, qalbimizdagi rol. Agar shu kartimiz olib yerimizga olib kelsak, biz qanchalik faxrlik tuyg'usi bo'ladi, uni o'ylasak bo'ldi. Ondan keyin boy biz degan Wang Shijun degan Xitoyning gapini qilib, Xitoy jasi dedik. Amaliyotda Uyg'urlarning ichida Wang Shijunga o'xshash har xil to'nga o'rnab olgan nurg'un jaslar bor hamda. Agar imkon yer bersa, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat shunday mangsa, shularmi bir o'tirg'i chiqsa degan umiddamiz. Hamda hozir biz bu programmaningki nimasi vaziyat va analiz dedik. Hozirgi vaziyatda hammadan diqqat qilayotgan ish Amerikaningki prezident saylami. Siz buningga burundan boshlab diqqat qilib kelyapsiz, nurg'un fikr qildingiz. Mush to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Keskin ilib etgan vaqtida Amerikaningki bu qatimliq saylami g'arbdagi eng muhim, eng hal qilg'uch va ehtimol eng oxirgi saylam bo'lishi mumkin. Oxirgi degan gapim bak ig'ir gap. Buning sabablarim bor. Bunda deyishimning sababi Amerika insoniyat tarixida barliqqa kelgan demokratik tuzumlarningki eng yuksak bir pallasini yaratgan bir davlat. Ammo Amerika hozir ig'ir krizlarga duch kelyapti. Masalan, buni men azroq bir o'zimning shaxsiy hikoyasidan boshlab nima qilay. Biz vatandagi vaqtimizda Jur'at apandan kallamızda ishqi dunyo bordi. Xitoyning bizga singdirmoqchi bo'lgan sharq qizardi kun chiqdi. Jungodan chiqdi Mao Zedong degan naqshisi bordi. Ammo bizning qalbimizda g'arb deydigan bir tushuncha bordi. Bu jihatda Paratursimning bir Filyatunsiman bir asri bor.
G'arb bilan Sharqning farqi to'g'risida bek esil yozilgan asar. Shu bizningki hissiyotimizni nihoyatda mujassamlashtirib, tushuntirib bergan bir asar. Ya'ni Sharq bo'libmi Xitoy, Dovzaq, G'arb jumladan Amerika erkinlikninki bir jannatidek bilingan bizga. Ben İngilizce o'rganayotgan vaqtimda Amerikaninki kulturini o kadar qiyqinib, o kadar cho'nqurlashib yurgan. Chunki til o'rganish degan kultur o'rganish, til o'rganish bo'ldi-da. Ikki shunda ma'nodagan gapdi. Ammo chet elga chiqqandan keyin jumladan Amerikani tushungandan keyin bizningki Xitoyda ko'rgan nurg'un ishlarimizninki Amerikada yo'shirin shaklda davomlashayotganligiga shohidlash bo'ldi-da. Boshda qaymoqdiq, shaxsan men qaymoqdim. Keyin bu jihatdan azroq izlanishga boshladim. Ahirisi bir yerda nihoyatda bir odamni bearam qilib, hatto qo'rqinchli o'xshashliklarni bayqashga boshladik-da. Bu o'xshashliklar nima? Biz bilamiz, davlatninki mavjudlashininki asosli sababi insonlarninki erkinligininki xatarning oldini olish. Bu degan gap, insonlar tabiiy holatda hammasi varvarlikda, işbidaylıqda bir-birsine uruşup, pul, mal ve başka cihetden küç qatarlıqlarına talışıp, qalayım qançıq kep çıkıdı. Qadimde şunda bo'lganda, bunun için insanlar bir tertipke muhtaç buldu. Qarşı hemmimiz bir-birini öldürüyotgandan keyin, unda qilayotgandan keyin, to'xtab turinglar. Biz bir tertip o'rnatish orqali aramızdaki to'qinishlarni kelishtiraylik deydi. Ba'zi vaqtda bu tertip imperiya orqali amalga oshdi. Yoki yezdagi bir yez boshliqni saylash orqali barildi. Yoki boshqalar bilan ittifoq tuzish orqali qatorli nurg'un shakllar bor buniki. Ammo bizning modern yoki hozirgi zamonlik davlatga kelgan vaqtimizda bu yerda bir kelishim, ya'ni ijtimoiy kelishim nazariyasini deyapman bu yerda. Bu kelishim nazariyasini Angliyaninki hozirgi zaman falasuflarning Hobbes o'tirib qo'ygan, John Locke uni yuqori nimaga chiqqan va boshqalar buni rivojlantirgan. Buni asosiy nimasi, asosiy qurilmasi nima degan vaqtda degan vaqt murosasiz qisqacha qurilmasida insonlar o'zining erkinligidan kelib chiqadigan xatarlik omillarni azaytish maqsadiga yetish uchun davlatdan iborat bir mexanizmga muhtoj bo'ladi. Ular o'zining erkinligining bir qismini davlatga topshirib, davlatning yo'li orqali o'zininki bexatarligiga kafolat qiladi degan gap. Ya'ni bu yerda davlat bilan xalqdan iborat ikki narsa bo'ladi. Har vaqt bu ikki narsa bir-biridan bilinib turadi. Agar davlatning kuchi halqib ketsa, davlat hammani kontrol qilib, xalqning qo'lidagi o'ziga havola qilgan erkinligini tatib olib, ularning ovozini bo'lsa, biz bu yerda Xitoyga o'xshash diktator davlatga erishimiz. Agar xalq o'zining erkinligiga to'liq erishib, davlat faqat intayin oz sonda xalqning ishtirok aralashtirgan bo'lib qolsa, biz bu yerda keng taraqqiy qilgan bir davlatchilik bir nimasiga andisiga ega bo'lamiz. Bunda davlat bormi degan vaqtda bor. Masalan, Shveysariyaninki mana mushkil shakldagi bevosita demokratiya deymiz, xalq ovoz qo'yish orqali nima qilganda, mushta bir shakl. Bu ikki qutbda bu. Endi Amerikaga kelaylik-da. Amerikaninki asosiy qonuni dunyoning boshqa davlatlariga o'xshamaydigan bir yeri, bu xuddi bir sekular, bir dinga aylanib ketgan bir davlat. Ya'ni buningga hech zaman xiloflik qilish bo'lmaydi. Amerikalikning qin-qiniga singib ketgan shunday bir ideya borki, asosiy qonun eng muqaddas narsa. Endi dinga ishongan Amerikalar shuncha bo'lsa, asosiy qonun, ya'ni ularningki beli xristian bo'lsin yoki mormon bo'lsin, ya'ni yanim bir bo'lsin, Xudoning irodasi, ya'ni insonninki tabiiy haq-huquqlarininki ifodalanishi bo'ladi. Agar bakdindarlar bitib qolsa, Xudoning irodasining ifodalanishi deyishkin bo'ladi. O'tirib tursin. İnsanın tabiiy haq-huquqlari qaysi degan vaqtida, masalan, so'zlash erkinligi. Intayin muhim so'zlash erkinligida. Anadan ularning o'zini qo'g'dash erkinligi. Masalan, ikkinchi nimada second amendment deb qo'ydi Amerikanikida, ya'ni qurol elish huquqi bor. Nima uchun qurol elish shu qadar uzoq talash tortish qilindi Amerikada? Chunki abay degandek, agar fuqarolarda qurol bo'lgan vaqtida hukumatninki zo'ravonligining azaytqili ağına buldu. Bu gap yaman cho'nqur yerga bordi. To'g'ri. Qurol bo'lish hukumatninki bizga xalq keltiradigan ziynini azaytish. Masalan, qurol topshirgan davlatlar o'zimiz deb boqaylik.
Qachoniki bizning armiyamiz qurolni topshirdi, shundan keyin biz o'ldik degan gap. Ya'ni bizningki Cumhuriyet armiyasining quroli Xitoyga topshirildimi, shu kundan tortib biz jonsizga aylandik. Qurolning kuchi bu qadar bo'ladi. Hamda hozirgi bu nimalarda Amerikada 3 huquq ayrilgan shaklda bo'ladi. Ya'ni Amerikada masalan qonunni chiqarish, qonunni ijro qilish ve başka sahalarının bütün nimesi ayrıntı. Her bir saha Amerika'da yani her bir nokta tarafından her vakit küstüp dururdu. Bu Amerika'nınki demokrasisinin en esil bir yeri. Bunda bir sistem başka bir yeri yok. Hem de hazır kelsek, hem de nemik hazır ahvalık keleydi de Amerika'daki bu hükümetninki küçü bağımsız işi var hazır. Hatta ki Amerika'nınki asas kanundaki hal kılgıç mesela fikir erkinliği değil. Fikir erkinliği Amerika'daki en mühim tabi hukuklarından birisi. Bu bağımsız nime gelişiyordu o kontrol kılış. Bunda buluşun sebebi nime diye vakti? Bunda buluşun sebebi tarihte körülüp bakmagan bir şekilde biz hazır yançıkımızdaki telefonumuz ve torlardaki, ictimai nimelerdeki yazmalarımız arkalık hükümet tarafından her vakit gözlü batımız. Amerika'daki bir devlette hazır bexatarlik, yani halkının bexatarlikini qoğdaydı deb qarlıvatkan CIA olamdı, FBI olamdı, hemmisi ma'lum cihat ilip etken vaqtda halkının erkinlikini küsüdüğe orun üstüne işletiliyatdı. Doğru. Çünkü olan halk fikir erkinlikinden bağımsız kılıp fikrini erkin ifadeleyemeyen. Bu birinci sebep hazır Amerika'nın nakiti vatkalıqda. İkincisi şu diye vaqtda Amerika'nınki hazırki en çok meselelerin birisi ictimai cihattaki kutuplaşış. Yani oңçulluqla solçulluq, konservatiflik bilen liberallık qatarlıqlarınki kutuplaşışı texdimi tizilişiyordu. Yani bu yerda demokratiyanınki en çok alaylıqның birisi nima diye vaqtida o'xshamagan ko'z qarashga keng qo'saq bo'lish, tolerance. En mühim köp xil ideyalarninki mevcut turishga yo'l qo'yish ve ideyalar o'rtasida dialogni, hattoki munozirani rag'batlantirish, ammo zo'ravonlik ishlatish orqali o'zining ideyasini boshqalarga tangmaslik. Bu Amerika demokratiyasining eng büyük bir tarbiyati asli bu. Ama hozir çoğu degan vaqtida mayli o'ngchillar bo'lsin, mayli so'lchillar bo'lsin, bir-birisining gapini anglaydigan emas, bir-birisini ayıplaydigan ve bir-birisiga bo'lgan zo'ravonlikni nim qildigan, tashabbus qildigan yali kelyapti. Bu jazolashsiz kelyapti. Bu yana bir Amerikan demokrat cho'ng bir nim qilyapti. Tahdid shakllantirdi. Anadan keyin Amerikaning bu qatama chiqmoqchi bo'lgan prezidentlarimi bu o'tirdagi bu kelishtirishni o'tirib qo'ymay, balki bu hozirgi to'qinishni bag'ansa kuchaytirib bordi. İctimai medialarım şunda, başka ziyaliler başkalarım şunda, bu yerde taraf tutuş arkalık bir ortak bir asli demokratiyanınki royu boğan şununki emniyetini oturup çıkamağı. Bu texdim xatar. Üçüncüsü, bu texdime mühim bir rol Amerika'nın iqtisadi ağır krizisinin içine ketip atıdı. Bunda deyişinin sebebi Amerika'nınki federal hükümetininki içki qazi 35 trilyon dolarga keldi. Şu 6. ayda. 2. ayda çoğusa 34 trilyondu. Demek bir taraftan Amerika'nın içki qazi çeklimsiz iş ortada. Yani bir taraftan çoğu diye vaqtda Amerika köplep Amerika'nınki dollara qo'ygan qarshilik, mesela BRICS devletlerininki Xitoyninki dollarsizlashtirish qadami tizilish ortada. Amerika'nınki dünyadaki iqtisodiy jihatdagi kuchlik ve karar veriştek rolü bağımsız ağır kriz uçuradı. Bu Amerika'nınki kelgüsüdeki dünyadaki çok güçlük rolüge ağır tehdit salıdı. Onun aksice Xitay ve Rusya qatarlıq bu devletlerninki Amerika'nın küçük abaydigimizde casus arkalık iqtisadi cihat Amerika'nı veyran qilish arkalık ve Amerika'nın içki kısmındaki ziddiyetlerini texdimi güçlendirish qatarlıq suiqasdlar arkalık Amerika hem iç cihatdan hem tashqi cihatdan nəhayət ağır günü kelyapti. Şunun üçün hamda men nima üçün Amerikanın bu qitimliq prezidentlik saylamini men eng ağır saylam deyishimning sababi nima degan vaqtda Trump qarsak, Trump İran'a hücum qilaman, yana bir qilaman deb
yani Amerika'nınki burunqi eliqi texdim öz-özünü vayron qilish qarta yo'lini yanmayotganligini ifodalayotir. Kamala Harris uning tanlagan muavin prezidentlik nomzodini qarasak, bularninki kommunistik bir xil ideya bulaqmi muavinninki ideya ekanligini ko'ryapmiz. Ya'ni Xitoy parastlik kuchayotir. Xuddi men Twitter'dagi bir nimamni degandek, agar demokratlar g'alaba qilsa, Xitoyning dunyoni kontrol qilishi texdim tezlashdi. Ya'ni ular buning uchun xizmat qiladi. Agar Trump nima qilib qolsa degan vaqtda Trumpninki kelgusida bizga o'tirib turaylik, Amerikaninki birinchi o'rinda turadiganligidek mohiyatlik davlatlik manfaatini ishga oshirishiga men ancha ishonmayman. Har shekilde qaysi g'alaba qilsin, Amerikaning kelgusi intan ig'ir bir xavfchilik qoladi. Agar Amerikaninki kelgusi ig'ir xavfchilik qilib qolsa, kelgusida dunyoning tinchligi va dunyoning kelgusidagi bexatarligimi ig'ir xavfchilik qoladi degan gap. Shuning uchun bu qitimliq saylam ehtimol biz ko'rdigan oxirgi qanchalik demokratiya bo'lishiga yana bir muammo bir ish bu. Ammo kimning chiqishi va qanday siyosatni yurgish qatorliqlar g'oyat zo'r bir nimani keltirib chiqadi. Hamda yana ushaq boshqa bu Amerikani hozir intan rasandiriyootgan. Masalan, tugumagan ko'chmanlarning Amerikaga kirishi. Ba'zi ma'lumotlar qaragan vaqtda Bidenning davrida Amerika qonunsiz holda Meksika orqali kirganlarning soni 10 milliondan 30 millionga bordi ekan. Bularninki nereden kelganligini bilmaymiz. Hatta bularning orasida Qur'oniga yetgan askarlar tutilgan va istixborot xabar bor odamlarmi bor deb qoldi. Xitoyning bo'lib shunda. Boshqa davlatlarning shunda. Unda bo'lgan vaqtda bir kunlari bular Amerikaning ichida cho'ng qalam qanchaqlarni chiqarishi mumkin. Xuddi biz hozir Angliyada ko'rayotgandekda. Shunda bo'lgan vaqtda Amerikaninki davlat bexatarligi yoki muqimligimi unchalik nimalar emas, yaxshi bir holatda emas hozirning o'zida. Anadekin Amerikaninki masalan nimasida fentanyl deydigan zaharli chekimlik bor. Xitoy yasab Amerikaga kirgizadi. Amerikaninki fentanyl zaharli chekimlik orqali Amerika jamiyatini vayron qilishi tarix ko'rilib boqmagan shaklda bo'ladi. Xitoy Afg'on urushida g'arbliklarning o'ziga solgan ziynidan o'ch ilyotadi. Amerika buni biladi, ammo hech qilolmaydi. Faqat og'zining uchidan deb qo'yadi. Hattoki bu nimadan Meksikadan chegirdan kiradigan fentanilni to'sqidek madori yo'q. Cheklimsiz kiryotdi. Demak, gapimni yig'sam, Amerikadagi ziddiyatlar cheklimsiz kuchayotdi. Boyliqlarning bo'linishi cheklimsiz kengayotdi. Masalan, 2023-yili Amerikadagi 10% odamning Amerikadagi boyliqininki 70%ni kontrol qildi ekan. 10% adam, 70%ni. Demek Amerika'da baylık bilen kambag'allik o'rtasidagi farq kuchayotdi. Bu kuchayishni nima bo'ladi? Kuchaygan vaqtida kambag'allar bag'ansir kambag'allashadigan, boylar bag'ansir boy bo'ladigan ahvol kelib chiqib, jamiyatninki mal jamiyatda boylikning bo'linishdagi adolatsizlikdan kelib chiqadigan nurg'unlig'a ish. Masalan, namratlik ko'paydi. Namratlik ko'paydi, jinoyat ko'paydi. Jinoyat ko'paygan vaqtda davlatning muqimsizlik oshadi. Muqimsizlik oshgan vaqtda davlatning nurg'un narsalari oqsaydi va hatto vayron bo'ladi. Buningga qarta to'sab qolammiz, to'sab qil. Nima uchun? Kapitalizmning asosliq mohiyati kapitalni eshishni ko'zlash. Bu mana shu yo'lda ketayotgan gap. Shu gapimni yig'sam, hamda oxirgi bir umidni desam, Amerikaliklar ilgari bu ishlarni ancha bek bilib ketmasmi, ammo hozir ko'pinchisi ansirayotdi. Buning uchun bir chora tepishda kuchayotdi. Bu meningcha mushundaq bir nayt bir qarang'i bir ahvoldagi intayin bir sal qarashli bo'lmaydigan ijobiy omillarning birisi. Amerika xalqi, Amerikani bo'lapmi nurg'unlagan Amerikaliklar Amerikaning asosiy qonunini asos qilib turib, uni qaytadan qurib chiqishni yoki ma'vo Trump deyotgandek Amerikani qayta nima qilish, make America great again, Amerikani qayta qudrat qilish deydigan chaqiriqlar emas, balki endi bir yaxshi yeri Amerikaninki asosiy qonuni muqaddas. Bu asos qonunga hech kim teganmaydi. Bu Amerikaliklarninki o'zininki davlatini qayta qurib chiqishdagi ochqishliq bir yo'l teshi rolini o'ynaydi. Agar mushu yo'l teshida xalq bu xalq hech kim qutqizib qo'yolmaydi. Amerikalikni Amerikadan boshqa hech kim qutqizib qo'yolmaydi. Agar xalq mana mushu yerga kelib, o'zi tushunib, o'zini faqat o'zining asosiy qonuni va o'zining vataniga bo'lgan burch orqali qutqizish uchun atlansalar, menimcha Amerikaning kelgusidan zo'r umidlarni kutishga bo'ladi. Ammo qanchalik atnalaydi, bu yana muammolik bir ish bo'ladi. So'zim tugadi. Rahmat. Siz to'liq cho'nqur nuqtadan
muloyiza qilib chiqdingiz. Asli bizningki yana fikrlashadigan masalan Angliyada bo'layotgan ishlar degandek ahvollar bor deb vaqt munosabati bilan kelar qatimga qoldi. Amerika saylamiga qarta bizning fikrimiz tugimadi. Bu yerda nurg'un ishlar bor. Masalan, vaqtim Trumpni qashlagan ishni bu to'g'ri so'zlasakmi, masalan, nurg'un gap chiqirib bu yerda. Ammo Amerikaningki asos qonunni qo'g'daydigan bundaq bir kuch zo'rayib, ulg'ayib menyotidi. Hozirgi vaziyatda dastlabki vaqt Bayden vaqtiga solishtirganda yaxshi tarafga ketayotdi deb bir xil tushunchada men ham shaxsan o'zimni desam, buni o'tirib qo'yish uchun yana azroq boshqa temalar so'zlashga to'g'ri keldi. Bugun hamda temamiz shu suhbatimiz mushakichi bo'lsa, kelar qatimga hamda sizni bizningki oldimizgi vaziyat, chunki hozir xalqaro vaziyat shiddatli o'zgaradi. Masalan, O'rta Sharqning ishlari, Ironning ishlari, Iron Isroil o'rtasidagi, undan keyin Xitoyning Tayvanga qarta tahdid solishlari deganda bularni birlashtirib xalqaro vaziyat to'g'riliq yana bir qatim suhbat olib borsak, sizni yana bir qatim suhbat taklif qilamiz. Kelar qatim. Bo'ldi, shu tushgan savollarni ratlab qilib qo'ysanglar, kelar vaqtida buni davomi suhbat ekan Amerika saylami to'g'risida to'xtalaylik va Angliyaga o'tib va O'rta Sharqqa o'tili. Anadan keyin shu tushgan savollar bo'yicha menga tayyorlab qo'ysangiz, shu chaqda men ba'zi qisqacha javob berib o'tib ketib shundan. Kelar qatimda shu xil shaklda tamomlaylik. Bo'ldi. Rahmat. Bugun bizning suhbatimiz mushakichi bo'lsa, hammanglarning mushaq tayyorlik olsun. Bugungi suhbatimiz mushaqda oxirlashdi.